2025-yil 15-17 dekabr kunlari O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Shayx Nuriddin Xoliqnazar hazratlari boshchiligidagi delegatsiya Abu Dabi shahrida bo'lib o'tgan xalqaro konferensiyada ishtirok etdi. Mazkur anjuman amirliklar onasi Shayxa Fatima binti Muborak hamda Birlashgan Arab Amirliklari prezidenti Muhammad bin Zoid Al Nahyan tashabbusi bilan 2026-yilning mustahkam oila yili deb e'lon qilinishi munosabati bilan Birlashgan Arab Amirliklari Fatvo kengashi tomonidan tashkil etildi. Konferensiya Qur'oni Karim tilovati va Oila xalq yuragi nomli video lavha bilan boshlandi. Anjumanda Xalqaro islom fiqh akademiyasi bosh kotibi Qutb Mustafa Sano, bag'ri kenglik va birdamlikda yashash vaziri Shayx Nahyan bin Muborak Al Nahyan, Fatvo kengashi raisi Abdulloh bin Bayya, Misr sobiq muftiysi Shavqi Allom, Dr. Umar Xabtur ad-Daroyi hamda 300 nafardan ortiq ulamolar ishtirok etdi. Konferensiyada globallashuv sharoitida oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash, zamonaviy fatvolar ishlab chiqishda hamkorlik qilish, shuningdek raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt orqali jamiyat barqarorligiga hissa qo'shish masalalari muhokama qilindi. Konferensiyada O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Shayx Nuriddin Xoliqnazar hazratlari ma'ruza bilan ishtirok etdilar. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الخلق والسيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الجمع الكريم، في البداية أشيد بأهمية هذا المؤتمر الدولي المنعقد بمناسبة إعلان السنة 2026 عام الأسرة المتماسكة تحت رعاية أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وصاحب السمو الرئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظهم الله. وأعرب شكري وتقديري معالي العلامة الشيخ عبد الله بن بية رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي على إقامة هذا المؤتمر الدولي الرفيع المستوى، وأتمنى له الصحة والسلامة والعافية والتوفيق في خدمة الدين ووحدة الأمة الإسلامية. Muftiy hazratlari islom dinida oilaning o'rni, solih zurriyot tarbiyasi, oila institutini takomillashtirish borasidagi davlatimiz rahbari tashabbuslari bilan amalga oshirilayotgan O'zbekiston tajribasini so'zlab berdilar. Shuningdek, ona va bola salomatligi, nikohdan oldin tibbiy ko'rik, to'ylardagi isrof va xurofotlarni bartaraf etish bo'yicha olib borilayotgan targ'ibot ishlari samara berayotganini qayd etib o'tdilar. Anjuman ishtirokchilari O'zbekiston tajribasini namuna sifatida e'tirof etdilar. Konferensiya yakunida ishtirokchilar bayonot qabul qildi.